Estansı bilen Ürümçi 50 medeniyet tartışmış İvan Çekiş şerifte birleşip işleyen İhlas Şehrin Çüş programımız. Xalis niyat, xalislak, mehrli qo'llar, muhabbat qalblarning eng yorqin nuqtasi Şerin Çüş. Şerin Çüşlarning reallikdagi saknisi va shahla mayirlarning samimiy bayonlari hamda korxonchilarning mard-mardonligi dal mush yerda. Assalomu alaykum ekran oldidagi va shohlar naq maydondagi ko'rman do'stlar. Ko'rayotganinglar Şinjan ixlos kasbiy taraqqiyot chekish shirkati alayda qo'llagan, Şinjan sabiylar kasbiy taraqqiyot chekish shirkati alayda talab qilgan ixlos Şerin Çüş programmasi. Men riyosatchi Sumrat Abduqodir. Bu programma jamiyatning har qaysi qatlamlaridagi har xil kishilarning orzusi va g'oyasi uchun maydon hozirlash va shohlar ahamiyatli orzu g'oya egalariga yordam berish maqsadida tasdiq qilingan. Korxonalarning taraqqiyoti, xalqning qo'lishi, sifatli mahsulot va shunaqla a'lo mulozimat orqali amalga oshadi. Xalqdan ilib, xalqqa qaytarish har bir korxona madaniyatiniki eng yorqin jilosi va shohlar iste'molchilarning umididir. Shu munosabat bilan biz oldi bilan Şerin Çüş programma gruppasi va shohlar barliq mayirlar nomidan o'ziniki sehiy qo'llarini mardonlik bilan sunatgan barliq korxonchilarga alayda tashakkurimizni bildiramiz. Jafo chekdinglar, harmag'aysizlar, rahmat sizlarga. Xo'sh, qadrli ko'rmanlar, unda oldi bilan buyuk programmamizga qatnashgan aziz mehmon va shohlar barliq korxonchilarni tunishtirib o'tgan bo'ldik. Xush keldinglar efendiler, hammalarning izgat bilan bosgan qadamlaringizga marhaba. Xo'sh, hurmatli tomoshabin do'stlar va shohlar, ekran oldidagi qadrli ko'rman do'stlar. Endi navbatda Ixlos Şerin Çüş programmamizning rasmiy oldi boshlaymiz. Qanday sahnimizda Shamsiya Abaydulla. Şirin çüş, İgiz gökten, kuşlar kuş, medet toptun seni. Assalomu alaykum Nahmedandagi qadrli tomoshabin do'stlar. Assalomu alaykum ekran oldidagi televizor ko'rish do'stlar. Ko'rayotganinglar Ixlos Şerin Çüş programmasi. Men Shamsiya Abaydulla. Mehr muhabbatdan nurlangan bu programma orqali sizlar bilan didorlashganligimdan to'liq xushalman. Hammanglarga mehrim bilan salom yo'llayman. Hayotinglarga go'zal orzularning yor bo'lishiga tilakdoshman. Muhabbatli qalblardan mehr izlab kelgan mahirlar uchun, shundaqla ahamiyatli arzu armonlarga madadkor bo'lish uchun kelgan azizlarga hozirlangan Ixlos Şerin Çüş programmamizga kelgan qadamlaringizga marhaba. Undaqda mahirimiz sahnimizga marhamat. Şirin çüş. Assalomu alaykum ko'pchilik. Mening ismim Baxtiyor Abdurayim. Beijing Pan-texnik universitetining 2008-yillik material texnikasi va qurilishi kasbini bitirgan. Maktab bitirgandan keyin qaytib kelib 2009-yildan boshlab ta hozirgacha uda 6 yil bo'ldi o'qituvchilik kasbi bilan shug'ullanyapman. Endi men o'qituvchi bo'lish jarayonida ko'plab masalalarni his qildim. Buning ichidagi eng muhim masalalarning birisi bolalarning o'qish qizg'inligini ko'tarish haqidagi mazmun bo'ldi. Endi bu to'g'riliq men bir azroq o'zimning xizmat tajribalari jarayonida his qilganlarimni bir ko'pchilikga o'rtoqlashmoqchi bo'laman. Hozirgi sharoitimiz shu qadar yaxshi, ammo ko'pchilik bolalar nima uchun yana o'qish qiziqmaydi, o'qish qizg'inligi to'lan bo'ldi. Endi buningga balkim sabablar nurg'un bo'lishi mumkin. Endi boshqalarni o'zgartirish qilganchada balkim inson o'zini o'zgartirishga endi imkoniyati yuqoroq bo'lishi mumkin. Shunga men o'zimning chechini tushirib, ishlarni hammasini qaytadan boshlab, o'zimning beshidan boshlashni xohladim ishni. O'yladim. Endi buningki maqsad, chunki men bir o'qituvchi. O'qituvchi sahna to'g'an kelgan pastki o'quvchilarimning hammasi uxlab qolsa yoki bo'lmasa darsni yaxshi anglay olmasa, o'chadagi bu mas'uliyat albatta menlik mas'uliyat bo'ldi. Shunga birinchi o'zimni o'zgartirishni xohladim va o'yladim. Birinchi qadamda o'zimning psixikasini tanishidim. Tanishish usullarim o'ylaganim shu, qaqshigansa va shikoyat qilgansa masalalar bo'lgansa eg'irchiligi. Undaqda agarda men o'zimni va o'quvchilarimni rag'batlantirishni asos qilsam, o'chada bu masala yaxshilanmadi. Shuning uchun men bir samsoq tajribasini ishlab baxtim. Bu samsoq tajribasi bu bir tubdan ilingan to'rtal samsoq. Endi bu samsoqlarni alayikni bo'lsak, elib o'xshash ikkiga bo'ldim endi. Bir tubdan ilingan bo'lg'achqa. Shundan keyin sol tarafki samsoqni maqtaymanda, "Hey go'zal samsoq" deb. "Sen bak o'maqsan, bak chiroylisan. Sen cho'qim yaxshi o'sib ketalaysan" deb jiq maqtab berdim. O'ng tarafki samsoqni bo'lsa tilladim. "Ey, nayt satkansan.
ancha-muncha deg'ing vakasidan keyin sen cho'qim o'samaysan, yaxshi samsaq bo'lamaysan degan so'zlar bilan buni tiladim. Ammo ikkisiga o'xshash suv qo'ydim, o'xshash muhitda, o'xshash sharoit. Tuproqning elini chekib olmaymiz o'xshash. Natijada 2 kun o'tgandan keyin so'l tarafdagi samsaq ikkilisi tanglanib uzun oldi baq chiqarib bo'ldi. O'ng tarafdagi samsaq bo'lsa ses chekib paydo bo'ldi. Ikkinchi qadam savol tashladim. Ya'ni bolalar nima uchun mening darsimdan zerikdi? Nima uchun darsimda uxlab qoldi? Men zada ularni qanday qilib qo'zg'atib ketiraman. Ma'lum men javob berib boqaychi yoki bo'lmasa o'zining ko'z qarashini o'tirib qo'yalaga oladi. Qanday qilib bola keltirman deb savol tashladim. Uchinchi qadamda bu savolni qo'ygandan keyin sababini analiz qildim. Bu jarayonda men ko'p qatim bolalarning sinib kirish usulini qo'llandimda, hamda bolalarning o'rniga kirdim. Masalan, bu parcha rasmning o'zida kostyum kiyib olgan amaliyot mening o'quvchim. O'ltirib qo'lqini jundilayotgani men shu. Men uning kiyimini almashtirdim endi. Almashtirgandan keyin gerçi muşa hareket kichik bir harakat bo'lgan bilan, lekin butun musha bir sinfda cho'ng bir aloqa bir jushqunlik, qiziqish qo'zg'aldi. Undan keyin bu bizdan tahlil qilgandan keyin yana o'zimiz o'zim to'g'riliq o'yladim. Men o'zim bir fizik kitobni yoki bir ximiya kitobni 1 yil, 2 yil so'zlaykanman. Bu ham mening osh tavuqimga, nayaydigan narsamga, ham bu dars o'tgan bir kasbim bo'lib qoldi. Lekin bu 1-2 hafta so'zlayman, 5 yil so'zlayman, 10 yil so'zlayman. Bir xil so'zlaydi ekanman. Bir xil uslubda so'zlaydi ekanman. Bolalar qanday qildi? Lekin bolalar kunda fizika, ximiya, matematika har yangi narsani o'rganib turganligini ularning iddiasi uch holatda kunda iddiasi yangilanib turdi ekan. Demak, mushunda vaqtni o'tishga men ularningki qadimiga yetishmaydi ekanman. Ular 1 yil o'tgan chaqda noat jiq o'zining bo'yining tizig'icha, bo'yigacha, bo'yi bilan tang keladigan 3-4 yillik kitoblarni tugatib bo'lsa, men yana shu 1-2 kitoblarni ashulalarni jama qilganman. Demak, bu yerdagi bir xil kitob, bir xil muhit, bir xil so'zlash usuli, bir xil metod deganlarning hammasi biz shu chaqda deymiz, noat zerikishlik bo'ladi. Ammo o'qituvchilar qayermaydi, chunki yil sari bolalar almashib turdi. O'qituvchilar zerikmaydigan sababi shu. Ondan keyin bundan agar hamma odam tabiiy qana qildi, zerikdi. Zerikmasa bunda ahvolda bir hisobda psixikadagi bir benormal bo'ldi-da bolalarga nisbatan. Masalan, bu xildagi o'yinlarni tahlil qilib baxtim. Endi men bu unda o'yinlarni o'ynamaydim. O'tganda ayolim o'ynab o'tgan shunga nima o'yindi deb o'ynab qoldim-da. O'ynab qolib shundan kirib ketdim. Kirib o'ynayman. Kunda yarim soatdan 1 soatdan vaqt sarf o'ynayman. Undan keyin elaqa berdigan jallarni toshqicha saqlayman. Bir xil xuma olib qolgandek o'yildim o'zimni. Men nima shu o'zim kontrol qilmayman yoki o'z mushun kirketdim deb o'yildim. Tahlil qildim. Bu o'yindan loyihanishini tahlil qildim. Tahlil qilgandan keyin bu o'yinning loyihanishida shunda bir zil bir nuqtani bayqadimda. Bu o'yinni o'ynaganchada har bir o'tkalda bir o'zgarish bor ekan. Ozdir ko'pda bir o'zgarish bor ekan. Shunda bo'lgandan keyin biz o'ynagan siri boshda oddiy o'ynayotganmiz. Undan keyin bizga ta'sirga yana bir o'zgarish qo'shir ekan, yangilik his qilganlikdan to'xtamay buni o'ynab chiqar ekanmiz. Undan keyin bu masalalarni konkret umumiy bir xuloslagandan keyin men masalaning ochqishiniki yangilik yaratish kerakligini his qildim. Shunga endi kitob tushuntirish har bir jihatda, hatto tashqi qiyofat jihatdami men bu o'quvchilarga nisbatan yangilik berishga tirishdim. Masalan, o'lik kitoblarni jonli turmush bilan birlashtirishga tirishdim. Ya'ni qanday birlashtirdim degan chaqda, masalan, fizik dars o'tgan chaqda, mana bu yo'riqlik. Yo'riqlikning tuz siziq bo'yish tarqalishini shu sahnadagi chiroqlar orqali, undan keyin tumanning shakllanishini yomg'ir orqali, yana boshqa nurg'un hadislarni turmushdagi narsalarga bog'lash orqali bolalarga noyati o'lik, aslida yot to'yilgan bu xil kitoblarni noyati jonliq o'zining turmushining bir qismi o'rganmasi bo'lmay qolgan dunyo va koinotni tushunishdagi noyati hal qilg'uch muhim bir ochqichlar ekanligini tushuntirish orqali bu kitobga bolalarni ekirdim, kitobni ham ularning turmushiga ekirishtirishdim. Men dars o'tgan chaqda o'quvchilarim ko'p bo'ladi, yag'an so'zlashga biroq afsona, rivoyat, hikoyalar to'qiyverman. Karim yo'q. Ba'zi narsani ham xatam so'zlab berma. Maqsadim bolalar o'zi fikr yurgizsin. Xatasi bo'lsa, bir oydan keyin yoki 15 kundan keyin yoki 1 yildan keyin bayqasin. Xato so'zlangan narsalar vaqt kelgancha to'g'risini bayqancha texmi esida qoldi.
Ondan keyin ders o'tish jarayonida bolalarni erkin qo'yib etdim. Materiallarni ishlatishda, tajriba so'zlarini ishlatishda bolalarni erkin qo'yatdim. Xohlagancha, o'zi xohlagancha qilib baqsin deb. Masalan, bolalar qo'navan endi darslarni so'zlagan chog'da, xohlagancha men faqat bunday tiyim berma, bolalar o'zi xohlagancha yasaydi. Ondan keyin iqtidor bolalar bo'lsa, alohida yetaklashib bordim. Chunki maktabda bo'lsa, ikkinchi darsxona faoliyatiga kuchab ahamiyat berdik. Har millat bolalarini yig'ib, ikkinchi darsxona faoliyatida yasab, har xil musobaqalarga qatnashib, maktabning umumiy qizg'in kayfiyatini ko'tarishga tirishdik. Natijada fizika darsiga desa, bolalarga ayt bayramga, ayt qo'yitirgan degan ketib vaqirab keldigan, o xo'shal bo'lgan bir holat shakllandi. Hamda bolalarni nayt xo'sh bo'ldi hisobda. Undan keyin oxirida shu fursatdan mustahkamdan foydalanib, menga kichigimdan tortib ajr so'ndirgan mening birinchi ustozim bo'lgan opamga, hamda mening oilada eg'irchiqlarim ko'tagan ayolimga, tuqqanlarimga, menga yaqin yordamlashgan do'st yaranlarimga, o'quvchilarimga menga ergashgan va menga ishinib bolalarim menga topshirgan ota-onalar, o'quvchilarning ota-onalariga. Undan keyin Sabah ma'rif tarbiyalash markaziga 92-chi o'tirga, Urumchiga 92-chi o'tirga, 38-chi o'tirlarga menga sahna yaratib berganiga, shu rahbarlarga va o'qituvchilarimga samimiy rahmatimni bildiraman. Ko'p rahmat. Endi mening orzuyim Enşada reisimiz Deng Xiaoping efendim shunday bir muhim bir hikmatni o'tirib qo'yganki, yana texnika birinchi ishlab chiqarish kuchi edi. Mening orzuyim nima desa, yangi ideya va kashfiyotlarga doir uchurlarni mujassamlashtirib yig'adigan kichik tipdagi, mikro tipdagi bir ishxona qurish. Endi buningga men o'zim tayyorlik qildim. Allohda mening o'zimning maxsusligi nuqta degan ismi bor. Tadqiqot guruhimiz bor, endi shu odamdan tarkib topgan. Endi bo'lsa, shuni bir har qaysi shirkatlar bilan hamkorlashib, ishxonamizni ma'lum bir maktabga o'rlashtirsak, masalan, maktabni ishxonasiga o'rlashtirsak, undan keyin masalan, tajriba xollalarimizda har xil shirkatlarningki shu tajriba xollaridan foydalanib, ularning texnik aloqa ishlariga yordam qiladigan, texnik masalalarni hal qiladigan ishlarni qilsak. Tushundim. Unda siz shamni yiqib nima ish qilmoqchi? Shamni yiqib Baxtiyor ma'lumningki xurjundan doim ajoyib narsalar chiqadi. Ko'pchilik taras qila olamizlarki. Bu masalan, so'ngkoning kinosidagi Wukong suni yig'idan qalpoqlarga o'xshaydi. Masalan, buning roli tunogin qiziqib kelgan narsa. Bu tunogin javoban bir eski tuta, uning bir shilankini bekitdim. Buning bilan 1 soat darsga eng qiziqarli bir mazmun o'tildi. Ya'ni ovoz to'lqinda energiya bor degan darsni bolalarga so'ndirgili, tushuntirgili. Siz aqidalik darsingizni bolalarga tushunishli qilish uchun o'zingiz javob tortib, shunday modellarni yasayotgansizda, qurollarni ya. Endi qo'limizdan kelgandekin. Endi bu to'liq o'tir maktabning erkin tushgan jism va harakatiga doir bir mazmun. Buningda bu sizg'uchni o'zim laylab chiqqan sizg'uch, buningda maxsus inkas vaqt xotirlangan. Masalan, bu bir bo'ligida nöbtondan 1 sekund qish bo'lgan oraliqda chaqmoq sızilgan. Bu bir bo'ligida odam sızilgan, bu bir bo'ligida kala, bu bo'ligida qulola. Endi buni o'ynashning usuli Shamsiyada bir yordam qilsangiz. Sizning inkas vaqtingizni bir o'lchab qo'yaylik. Qo'lingizni bu qizilga qo'yib. Nimani o'lchaysiz? Qo'yitman endi inkasingizni. To'xtag'anam, yaxshi bilib olam, yuzim chiqib ketmasin. Nimani so'raydigansiz deyman. Tutsangiz bo'ldi, men qo'yversam, bir yaqin tutoldingiz, kengroq qilib. Ben qo'yversam, tutsangiz bo'ldi. Inkasingiz normal. Nöbtün %15 sekund. Xeyli tez. Endi buni rolni bo'lsak, ashsat dars o'tganchada buni bolalarga bir 10 ni qilib taqt o'zim ijod qilgan narsa bu. Onu tashlab bersak, shu darsda bolalar boshda o'ynab bir-birsini kala deb, qo'lola deb, shuning bilan darsni qizg'inligi biroq ish kutdi. Men formulasini yuz qo'ydim, Qo'lolga borgan chaqda ilk inkasning oid asligini bildiribganda. Unda adam mashina isi bo'lmaydi. Undan keyin yana birsi, masalan, bu
infraqizil nurliq uzchat. Hamda masalan bu nimaninki bu televiziya stansiyasining qo'l yuvish o'yi kirsa qo'limizni apasaqli qo'limiz avtomatik suv tushiradigan narsa bor. Shunaqa turba. Hamda shuningki prinsipi. Uni bir o'rgatgan bo'lgandan keyin hech kim uning prinsipini o'ylab tushunmaydi. Nurg'un ballar bo'libmi? O'ylab tushunmagan keyin men buni ajratib chiqardim. Bu infraqizil nurliq hamda uzchat, hamda buningga bir vaqtda elektr motorni, undan keyin chiroqni, undan keyin muzika qo'yg'ishni hammasini biraqli o'rlashtirib qo'ydim. Maqsad buning bilan bu narsalarning hammasini kontrol qildi. Bu turmushdagi narsalar deb bularga qanday o'rgatgan bo'ldi. Masalan, signal berish asbobi degandek. Undan keyin bu bo'lsa kichikgina bir qurilma hamda buningda bevosita bu yana o'ynab tok chiqarib bo'ldi. Buningda ham ikki motor ishlatdim. Birisini chugib bekitib qo'ydim, yana birisini bo'lsa o'z petin generatorni o'rniga qo'ydim. Mushning o'zida bolalar o'ynab, buni ichki narsalarni tortib chiqarib, buzib qo'yib degandek, bir elektr motori bilan generatorning haqiqiy ish qilish prinsipini, ichidagi qurilmalarning hammasini bevosita ko'ra oladi. Nima degan astoydil mas'uliyatchan muallima. Undan keyin bu bo'lsa maktabdan ayinchalik apkaz qilayotgan eski galvanometr, buni bolalar galvanometr deb yutib qo'ymaydi hatto, unutib qolmasin deb. Endi buningda bevosita odam badanidan hosil bo'lgan to'xni, undan keyin meva va sayko'ktatlardan hosil bo'lgan to'xlarni bir hammasini o'lchab chiqildi. Masalan buni bevosita tilga yoqqan chog'da to'q chiqdi. Amaliyotda buning prinsipi galva batareyasining prinsipi. Bolalarga mushuni elektr besimlarini so'zlagan chog'da dars so'zsak, bu nashbitki nima? Nashbitmi to'q asl qo'yildi, tuproqdan to'q asl qo'yildi, hatto bunda buzilib qoladigan pomidorlardan to'q asl qo'yildi. Shunga chatlarninki to'q asl qilgan aski narsalardan to'q asl qilganlar nurg'unlar mushtaq prinsiplarni tayinladi amaliyotda. Muloqotda. Undan keyin yana birisi, masalan, ozgancha 5 odam buni da tutib, ishga olaydi yasalgan qurilmani tutsa, mallam pushkala yandigan bir ortiqchiligi bor. Bir mehmonlardan 5-6sini chiqarib bersangiz, tajriba ishlatsaq. İslamda oblatmanın birinci bizlep çıktık. El karxançılar çıkış başladı. El Xumar, Karvantori, İhsan, Xlas. Mana karxançılar tok çıkırıp yakınlarını biz görüp bakaylı. Karxançılarımız qanchalik tok çıkırdı ki? O mana bunun da enstrümanlar buldu. Oblatmanı beğendiyseniz. Bir bursunlar kullanın. Çok yakın bulmayla hatırcan bulunlar buldu. Tuyuq zinciri asılı kılış gerek. Tuyuq zinciri asılı kılış gerek. Çok tutunlar. Oy! Kay tutun. Almışım. Boy! Merhamet. Ameliyatda bu adamın bedeninden tok payda kılan narsa emas. Bularni o'quvchilarni oldigan qo'shash oldi etdim. Anneniz çırağı qarab balam pushkaga qachon yana ketib, oblatni texi ushq qilatamdi ketibdimi? Amaliyat buning ostiga yoshirilgani Xanzucha beyachi deymiz, Uyg'urcha transformator demdikmi? Ishkital batareyaning tokini ozganchada 100 voltga yoki ozganchada 30-40 voltlarga ko'targili bo'lgan bir narsa bor. Buningda bu yerda kunuk elektronli simsiz kunuk orqali boshqargan qilishni jiroqdan boshqargan to'xtatib layla qo'ygan. Bolalarni qiziqtirish uchun emas amaliyotda. Shu meniki tunishtirgan narsalarim shunchalik. Voy, sizni oprim. Sizning o'quvchilaringiz badbaxt o'quvchilar ekanmi? Maktabda chiqib sizning darsingizni anglashga shunchalik xushtarg'u deyman bolalar. Çapat atıpsız, pek suyunduk. Buldu undaqda. Assalamu alaykum. Aleykümselam. İnimiz nayeti yaxşı təcrübələrlə nayeti özünüzün oxutucu olağınızı bizə çöndürüb etdiniz. Həqiqətən oxutucu müştəq buluş gərəkdir. Bulubmu əsas marifdir ki, şu nəzmunlarını
canlıq təcrübələr bilan turmushdagi real məsələlər bilan birləşdirib so'zlaganda o'quvchi bolalarni o'zimizga jalb qila olamiz. Siz garchi o'qituvchi bo'lganlar uzoq bo'lmasangizmi, lekin bu jihatda nurg'un tajribalarga ega bo'libsiz. Bayaqi degan gap so'zlaringizga asosan qo'shilaman. Yana Samsoqninki tajribasini ko'rdik-ku. Demak bu nurg'un kishilar barabar e'tirof qilayotgan bir haqiqatchi. Yana bir qaqshash, tillash orqali o'quvchi bolalarni o'rganishga qiziqtirishga bo'lmaydi. Balki maqtash orqali "Voy bolam, voy qizim" shunaqa davomli tirishyapsiz degandek so'zlar bilan bolalarga ilhom berib bo'ldi. Odat o'qituvchi hamda bir sinfda 30 o'quvchi bo'lsa, balki buning 3 dan biri nihoyat yaxshi o'qib mangdi. O'qituvchininki roli hargizmi oldidagi o'quvchilar bo'lmasdan, balki sinfda tez dars yetishmagan mustaq o'quvchilarni cho'qim a'lochi o'quvchilarni qatoriga kirgizishga tirishib beqish kerak. Endi meni o'ylaydiganim 4 bolalar bo'lmaydi-ku odatda. Lekin endi darsni yaxshi bildirolmaydigan o'qituvchilar bo'lishi mumkin. O'qituvchi degan cho'qim o'zi o'tmay turgan shu darsga nihoyat pishiq bo'lishi, siz degandek bir kitob emas, shuning doir nurg'unlagan kitoblarni ko'rish kerak. Gerçi o'qituvchi bo'lsin, u to'xtamay o'rganib turish kerak. Sizningki shu ikki o'rinda o'qituvchilik qilibsiz, bizningki bolalarimizni nihoyat yaxshi tarbiyalayapsiz. Davomli tirishing, balkim korxonchi akalarimiz sizga balkim yaxshi taklif fikrlarni berishi mumkin, rag'batlantirishi mumkin. Rahmat. Rahmat. Sizning bizga o'tgan darsingizmi bizga bek yaxshi ta'sir qo'zg'adi. Hammamiz musha yerda o'tirib jimjit anglab ketdik. Siz boshqa zavodnimi texnik yordamchisi bo'lib ishlarni qilib o'tibsiz. Bizningmi Sabila zavotimizga sizni taklif qilsam, bizning uskunlarni o'zgartirishda, yangilik yaratishda yo'l ko'rsatib qo'ysangiz. Bo'ladi. Rahmat. Yana bir gap, sizning bir tadqiqot o'rni qurish maqsadingiz bor ekan. Agarchanda azroq boshqa har xil sabablardan qiynaladigan ish bo'lib qolsa, bizning Sabila shirkatimizning qo'ldan yordam keladigan ish bo'lsa, qo'lim ko'ksimda sizga yordam qilaman. Ma'qul, rahmat. Qahtarmanim, dars o'tish uslubingiz bak yaxshi ekan. Mening demoqchi bo'lgan gapim bo'lsa, agar bo'ladi desangiz, men Karvan to'rda sizning o'sha darslaringizni butun Shinjongga bolalarga taqassam deyman. Ma'lum bo'ldi-ki. Men chataq yo'q. Agarda shu filmlarning o'sha darsini biz Karvan to'rda taqatamiz. Qani qolgan korxonalar bu darsga e'lon berib qolsa, shu kirgan pulning hammani o'zingiz e'lon tadqiqotingizga ishlatang. Rahmat. Sizga oliy ehtirom. Çünkü siz bilimning bo'liqi bilimni tarqatquchi o'qituvchilarga shunchalik hurmatim bor, oliy ehtirom bildiraman. Sizning bu hozirgi o'zingizning bu o'qitish usulubingizni o'zgartirish orqali o'zingizga bir ma'nilik, ko'ngillik bir xizmatni yetildirish bilan tam bizning bolalarimizga, farzandlarimizga texmo yaxshi bir o'rganish uslubi orqali ularga texmo bir cho'nqur bilim yetkazasiz. Yana bir qatim oliy ehtirom. Endi gapni abayqa sizning arzuyingiz kelsak, endi bizning bu mablag' seyredilish shirkatimizning o'zimizning asosli qilgan mahsulotlarimiz elektr sohasidagi mahsulotlar asosan eksport. Endi bizning shirkatning bir o'ylayotgan shu edi, hozir sizning da'vatlaringizga kelib qoldigan. Shu programmadan tushgandan keyin bir paranglashib qilib baqsa, mush tarafdan balkim sizga foydasi hammalarga foydasi qolgan bir ish bo'lib qolishi mumkin. Bo'ladi. Endi yaqinning yaqin ba'zi gaplarni anglaydigan qoldik. Voy, hozirgi ma'lumlar yosh, darsni yaxshi o'tamaydi degan deydigan bir qism kishilarimizga siz nihoyat yaxshi dars o'tib berdingiz. Men sizdan shunday faxrlandim. Bizning bu shirkat sizlarningki maktab bilan oraliq shunday yaqinki, sizni shirkatimizningki texnik yordamchiligiga alohida taklif qilaman. Bundan keyin qanday texnikalik ishlar bo'lib qolsa, mayli texnik jihatdan, mayli uskun jihatdan sizni qo'shqo'llab quvvatlayman. Ma'qul, rahmat. Rahmat bo'ldi. Undaqda tush markaziga marhamat. Bilet tashlash boshlandi. 3, 2, 1.
karxanchilar. 150 shundoq bo'lganda eng oxirida erishgan bilet soni 272. Muborak bo'lsin. Ahamiyatli orzuyingizni tanlash o'tkilga muvaffaqiyat etdingiz. Muborak bo'lsin. Bir körmegen bak erkelenip annen anlamagan bak anam kayerde de zar yığılgan bak şefkatlik olaylı dünya şıkkası şefkatlik olaylı dünya şıkkası Atası hayatı bir körmegen var Duasını almayı zar kalganlar var Atını yalatman adısızlar var Şefkatli olaylı dünya şefkası Şefkatli olaylı dünya şefkası Rahmat, rahmat. Möminjon Oblikim. Şemsiye Ebeydullah, yaxshimisiz? Qarshi olamiz. Rahmat, rahmat. Hammamiz intayin hayajonlandik bugun. Şerin çüş sahnimizda Möminjon Oblikimni ko'rganligimizni o'ylamagandik-ku deyman, ko'pchilik shunaqmi? Assalomu alaykum aziz qarindoshlarimiz, aziz kasbdoshlar, do'stlar, yarallar. Kasbdoshlar deyishimda men shu qatorda o'tirayotgan barliq korxonchi do'stlar bilan ko'pincha bilan tanishiman, ham kasbdoshim bo'lib qoldim. Anchimcha tijoratni qilib qo'yman. To'g'ri. Naqshadan sirt. Shirin Tush programmasiniki yo'l qo'yilgandan beri izchil izg'olab ko'rib kelyapman. Shu nurg'un amalga oshmayotgan orzu armonlarninki yordamchisi bo'lasizlar. Tijoratingizga barakat tilayman. Bundan keyingi yo'linglar ochiq bo'lsin. Texmo ko'p mo'l qozonchiga erishinglarga chin dilimdan tilaklashaman. Rahmat. Rahmat. Men bildigan Möminjon Oblikim bay o'z degandek hozir korxonchilar sepidanmi o'rin oldi. Uning oldida eng oldida biz tanigan Möminjon Oblikim
xalq söygen bir naqshchi edi. Onundan keyin Mo'minjon Abdukim bir ma'rifchi bo'ldi. Mana hozir korxonchi bo'ldi. Lekin Mo'minjon Abdukimning men eng hurmatlaydigan tarafi har qitimli xayr-saxovatlik faoliyatlarda o'zi yetib boramisimu ün-tinsiz holda izchil qo'llab kelyotidi, qo'lidan kelishicha yordam qilib kelyotidi. Shunlashqa Mo'minjon Abdukimmi bugun shu mehrli qalbi bilan ko'pchilikka madad belgili kelgan bo'lishi mumkin deb qaradim. Ko'pchilik sizni ko'rgandan keyin cho'qim qalbi illidi Mo'minjon Abdukim. Arzuyingizni anglab boqaylik. Endi yaqinda mahallamga yaqin Bayga maydonininki Oliy komitetininki mudiri Ubul Qosim apandim bilan ham suhbatda bo'lib qoldim. Ham suhbatda bo'lib qolish jarayonida bu yerda bir egichaqsiz yashanganlarninki yashayotganligini, bularninki ne bolasi, ne qarindoshlari va yoki ne yo'ldoshi, bir-biriga yo'ldosh bo'lgan yo'ldoshi yo'q holatda ya ayol tulqagan, ya er tulqagan holat yashayotgan bir qancha oilaning borligini. Bu oilani shu mahalla komitetilar o'zlari yo'qlab, o'zlari dardin ahvolidan chiqib, hatto shu aholi komitetiga bir mehr tanlab bozori quribdi. Bu mehr tanlab bozori bilganlar shu yerga o'zining hamda siz bizlarningki oilamizda ishiltish qiymati bor, ammo lekin bizning o'zimizdan chiqarmayotgan narsalar bo'ladi. Shuni opirib mehr tanlab bozoriga qo'yib qo'ydi ekan. Bu oila komitetidagilar bularning ba'zi bir dardidan chiqibdi. Buni anglagandan keyin men berib o'z ko'zim bilan bir ko'ray dedim. Borgandan keyin oila komiteti mudiri boshlab akirdi. Shu yerdagi 3 oilaga kiraladim, ikkisi yo'q ekan. Bir narsani his qildim bu yerda. Nima kerakligini his qildim. Bularga har holda uya bu yerdan kelayotgan iqtisod baki hammamiz topqinimizni berganmiz, lekin Eid bayramlar kelgan vaqtda qo'shni qulimlarning uyida hammasi balchaqalari bilan Eidlashib, patlashib qiladi. Biz shiktiga chiqib qarab turib qolamiz. Bizning hech bir yo'qlaydiganimiz yo'q, ya hech bordiganimiz yo'q. Mushundaq kunga qoldik deydi hamda. Meningki umidim, men bu bir odam shu kunsi bir yo'qlabdimi, anglaganim bo'yicha balkim bundan keyin yana o'zimningki odatim bo'yicha Eid bayramlarda vallarimni olib yo'qlab borman. Hamda bizda baxt tuyg'usi qandaqdir pul mol dunyomizninki oz ko'pligi emas, balki shu o'zimizda bor mol dunyoni atrofimizdagilar bilan teng paylaşib, oldi bilan oilamizdagi balchaqalarimiz bilan, uningdan eshinganda qarindoshlar bilan, uningdan eshingan vaqtda qo'lim qo'shni ojiz yetim insonlar bilan teng bahrinib mehr muhabbatimizni berganda, ularning umidi o'chib qolayotgan chiroqlarga nur yoqqanda, chiroq yoqqanda, ojizlarga qo'limizni sunib mehr muhabbat berganda baxt tuyg'usiga cho'mgil bo'ldi deb qarayman. Shunga mishadagi barliq aziz kasbdoshlarim va ekran oldidagi qarindoshlarimizning bo'libmi shu Urumchida yashayotganlar va boshqa hamda yurt-yurtdagilar o'zinglarning atrofinglardagi shu yetim yesirlarni, egichaqsizlarni Eid bayramlarda yo'qlab qo'ysanglar, o'zimizning esil an'anaviy axloqimizni davomlashtirishimizni shirin orzu hisobida aytgandim. Rahmat, rahmat. Nayt ta'sirlandik. Haqiqatan biz atrofimizda zarracha mehr muhabbatga tashna bo'lib yashayotgan nurg'un kishilarning borligini har vaqt unutib qolmasligimiz kerak. Garchi partiya hukumat, har darajalik partiya hukumat o'rinlari, xalq ishlar tarmoqlari, har qaysi aholilar komitetlari, munosabatli tarmoqlar bizning egichaqsiz, yetim yesir, miyib, yordamga muhtoj qarindoshlarimizni izchil yo'lab kelayotgan bo'lsa-mu, ularni turmush kapolatiga ega qilayotgan bo'lsa-mu, lekin ularda mehr muhabbatning kamligini har vaqt unutib qolmasligimiz kerak. Shunlashqa menmu Mo'minjon Abdukimning tavsiyasiga, bu chaqiriqqa aktiv ovoz qo'shilganligimni bildiraman. Siz degan shu aholi komitetidagi ilqi mehr tanlab bozoriga, u tanlab bozoriga hammaylar o'zlari ishingan narsalarni olib qo'ydi ekan, shundaqmi? Shundaq. Albatta uningga
yangi mahsulotlar bo'lsa ham yaxshida. Albatta, agar imkoniyat bo'lsa, eshingan narsalar emas, shu mehr tanlov bozorining vaqti-vaqtida bizdagi shu korxonalarning hammasida bor narsalar bu. Vaqti-vaqtida aşağıya qo'yib qo'ysak, menimcha umi bo'ladi. Nayt yaxshi bo'ladi. Tapqinimiz tapqini gül keltirar, tapamag'ini bir bash piyoz deydigan gap bor bizda. Sizlar tapqanlar, sizlar gül keltiralaysizlar. Assalomu alaykum Mo'min aka. Va alaykum assalom. Bizning İhsan yaxshilik shirkatimizning bu yerda endi qolib tursa qolmaydi. Endi men shu İhsan yaxshilik shirkatiga vakolatdan Aşağıdaki mehr tanlov vaziriga, ya'ni u yerda 5 oila olamdi, 10 oila olamdi. Aş mehr tanlov vaziriga har oyda 4 ming yuan qiymatidagi İhsan maylarini ta'minlash, ya'ni yiliga 50 ming yuan qiymatida. Hamda bu ta'minlashni İhsan maychek shirkati mavjudlan bo'lsa, oxirigacha davomlashtirish xohlaymiz. Sizga gapiring. Rahmat. Men shunaqa vakolatdan rahmat aytyapman. Badallarim jug' bo'lib ketibdi misralarda. Men bek hayajonlanib ketdim, rahmat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz. Xush bulduk. Nayt obdan bir tashabbusni olib kelibsiz. Rahmat sizga. Bizmi Al-Xumar shirkatimiz mavjud bo'lgan shu tanlov vaziriga bizning mahsulotimizni haqsiz qo'yib qo'yamiz. Rahmat. 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 Assalomu alaykum Mo'minjon. Va alaykum assalom. Mo'minjon, nayt yaxshi fikrni qo'yapsiz. Siz bizningki hem korxonchi, hem ma'rifchi, hem el so'ygan yaxshi bir naqshchimiz, faxrli o'g'lonimiz. Sizdan nayt suyunimiz. Buni bizmi qaydo shirkatimiz ash mehr tanlov vaziriga 10 ming yuan qiymatida qaydo mahsulotlarni selib beramiz. Rahmat. Rahmat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi kelibsiz. Xush bulduk, yaxshi keldik, rahmat. Yaxshi uchurlarni olib kelibsiz. Xush bulduk. Rahmat. Biz mana shu yaxshi bir uchurni qabul qildik, yaxshi sizdan. Ash tanlov vaziriga 20 ming yuan qiymatidagi elektron mahsulotlarni qo'yishni xohlaymiz. Barakalloh. Barakalloh. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qanaqasiz deyishdim? Yaxshimisiz, deyishmisiz? Ma tashabbusingiz intayin yaxshi bo'ldi. Hamda biz atrofimizda turib, shunaqa ahvollarni asli bayqashimiz, bilishimiz kerak edi. Demak, siz birinchilab bayqabsiz. Buning uchun sizga bir tashakkurim bor. Rahmat. Rahmat, rahmat. Undan boshqa bizniki u tanlov bozoriga balkim qo'ydigan turmush mahsulotlari bo'lmasa mumkin. Hamda bularningki sog'lomlik ishlari bo'ladi. Biz u yerga mahsulot qo'ymagan bilan bularni qarallik holda doktorxonamizga akilib tekshirtish va salomatlikni maslahat berish, undan boshqa bularni qarta ko'ngil berishni qilsak bo'ladi. Undan boshqa biz mush tanlov bozoriga agar zarur bo'lib qolsa, bir qism turmushda ishlatiladigan odatli kasalliklarga qarta dorilarni biz ta'minlab bersak bo'ladi. Rahmat. Bu yaxshi gap bo'ldi. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Shu mehr tanlov bozoriga Shahsaroy karvat buyumlaridan 10 ming yuan qiymatida yetkazib beramiz. Rahmat. Rahmat. Biz bayqayanmagan bir sohani eskartib qo'yganinizga rahmat. Siz degan shu mehr tanlov bozoriga ixlos shirkati o'zi ishlab chiqargan yemaklikdan 5 ming yuan qiymatidagi mahsulotni olib beramiz. Barakalloh. Rahmat. Assalomu alaykum, Mujokat eshitibmi? Va alaykum assalom. Siz bugungi faoliyatimizga tuyuqsiz qatnashib, hammalarni bir hayron qoldirdingiz. Ham intayin yaxshi bo'lgan bir orzu tilakni olib kelibsiz. Buningdan mishada o'ldirgan barliq ko'rmanlar va qarg'anchilar intayin xursand bo'ldik. Men bizning Obida shirkat nomidan mushu bayam siz deb o'tgan mushu ahvolga qarta mehr tanlov bozoriga har oyda muvofiq miqdorda, chunki bu narsa vaqti bo'ldi-da, muvofiq miqdorda har oyda biz ashanga bizning har qaysi mahsulotlarimizdan to'liqlab, undan boshqa ularni yo'qlab turishga kafolatlik qilamiz. Rahmat. Eng muhimi yo'qlash. Rahmat. Karvan tordan men bir elektron internet narsani akirib beraysam, bu amaliyotga yoqmaydi. Shunga Karvan tor nomidan 5 ming yuanlik kitobni shu yerga akirib qo'yaylik. Bo'ldi. Bu yaxshi ish. Menimcha bolalar kitoblarini ko'proq sanlar u yerda o'qiydigan o'quvchilar ko'proq ekan. Bo'ldi. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Baya qarsam hammasi sovuqlig'anni qilib bo'ldi. Bana ishim qolmagandek turdi. Yo'q. Men endi o'zim bayatni o'ylab, shu tanlov vaziriga radiodan bir 50 ni sovuq qilay.
aşağı koyup beray. Bu yerde radyoda hem de partiyimizden arka çakraklarını, Tanjın siyasetlerini, siyasetlerini, onun için yeni uçurlarını, uçurlarını anlat dursun. Onundan sırt, şu Tallavazırga yana Intel medeniyet buyumları çekiş şirketinin ki bir yürüyüş somkalardan 30 yürüyüş ben koyup beray. Yaxshi gap bo'ldi. Mening hamda tashabbusum mushu Tallabozorning yolg'iz mushu O'rim shahar bo'lib qolmay, Shinjongninki har qaysi shahar, har qaysi yezi qishloqlarda birdan bo'lishini, uningdan bizning korxonachilarimiz faqat O'rimchilarmi yo'q, butun Shinjongning har qanday yerida bor. Shu korxonachilarimizning shu Tallabozorni quruq qo'ymasligini tashabbus qilaman. Nayt yaxshi tashabbus bo'ldi. Endi Mehr Tallabozori o yerda echilibdi. Demakchi, hozir boshqa jutlarda, boshqa mahal-mahallarda echilsa degan bir yaxshi fikr bo'ldi. Lekin buning bilan bizning xalqimizning ichida buniga tayinib olish idisi bo'lsa-mi bo'lmaydi deb buni oldi bilan bir deb qo'ymoqchiman. Bu Mehr Tallabozori qandaqdir o'zininki yenida botirib ham 9'u tel turib, bo'pti bekar berib ap qo'yaychi deydigan emas. Yo'qlarga o'tinib birdigan bir ruh bilan bo'lsa, menimcha jut-jutlarda Mehr Tallabozor echilsa, bu nayt yaxshi ish. Abdunum rayonimizning har qaysi joylarida shundaq Mehr Tallabozorlarining ichilishini umid qilamiz, ko'payishini umid qilamiz. Har bir qayrinchimizning bizning Mehr Tallabozorimizni quruq qo'ymaslik uchun tirishchanlik ko'rsatishiga tilakdoshmiz. Menimcha shu qalb bo'ldi ekan, shu mehr bo'ladi ekan. Mehr Tallabozorlari çokum quruq qolmaydi. Hammalarga rahmat qarindoshlar. Mush Intel medeniyet buyumlardan bayan 30 yürüyüş qildi. Balkim 30 da bola bo'lmasligi mumkin u. To'g'ri. Baygi maydonda men shuningga qo'shib yana 170 yürüyüşni qo'shib 200 yürüyüş qilib, dabda qalam, uchaguz, somka qatorliq buyumlardan bir yürüyüş ta'minlaydiganga men kapolatlik qilay. Shuning bilan birga shu ko'chada navodi qiyinchilik va oila bo'lib qolsa, sizga mas kelganlarni siz, menga mas kelganlarni men haqsiz o'qitishga kapolatlik qilay. Rahmat. Tallabozori malg'imo to'shay deb qoldi. Hatto Bingshanshi lekin shu buvoqlarning mahsulotlari kam qoldi. Shu kam. Shuni qo'l ko'tardim men. Sabilarning, buvoqlarning hamma xildagi mas'uliyotidan men bu albatta rost vaqti bor buningki buvoqlarning. Uning ustiga bek zil setib oldiganlar vaqtda qaramay setib olmaydi. Men 10 ming yuanlik so'q qilay. Rahmat. Assalomu alaykum, Mo'minjon Abdukim. Va alaykum assalom, muallim yaxshimisiz? Yaxshi. Men oxirida qo'l ko'tarib qoldim endi to'g'ri tushuning, chunki men korxonachi emas sifatida qatnashib qatnaman bugun bu yerda. Sizmi bak muhim bu yerda, siz mushularni tanishib turdigan. Endi oldidan sizniki nihoyatda mehr-muhabbatga to'lgan ta'sirli naqshingizga ko'p rahmat. Haqiqatan bu dunyo mehr-muhabbat bilan güzeldir. Mening uyimni ochtirib turdi. Menmi sizningki shu shirin orzularingizni amalga oshirish uchun menga tegishli yordamda bo'lishni chin ko'nglimdan xohlayman. Rahmat sizga. Rahmat. Endi Tallabozorga to'ldi. Tallabozor to'lgan bilan men yurak buning bilan to'lmaydi ekan. Yurakni to'ldirish uchun qanday qilamiz degan vaqtda shularga bir farzandlik mehrni berish uchun pat-pat o'zimiz qadimimizni bestirib shularni yo'qlab qo'yish eng muhim. Bo'ladi undaqda baya barliq korxonachilar qo'llaydiganligini bildirdi. Mushu bizning korxonachilar, bizning program guruhimizning xizmatchi xodimlar, Mo'minjon Abdukim va men hammaylar birlikda shu dada apalarimizni yo'qlab farzandlik mas'uliyatimizni bir ado qilib kelgan bo'lsak, ham buni oxirigacha davomlashtirgan bo'lsak, ko'pchilik hammalarga rahmat. Rahmat sizlarga. Mo'minjon Abdukim, sizdan bek faxrlandik. Atayin şu qarindoshlarımızın g'imini yeb, mishaga qadam tashrif qilganingizga, shu isil naqshingiz bilan hammasinin qalbingizga illiqlik ato qilganingizga, qalblarni o'yg'atganligingizga yana bir qitim tashakkur etaman. Rahmat Mo'minjon Abdukim. Sizlarga rahmat. Programmaga rahmat, korxonachilarga rahmat. Mo'minjon Abdukimga chin ko'nglimizdan rahmat aytamiz. Undaqda hammaylar en kızgın alkışlarımız bilen Mo'minjon Abdukimni uzatib qo'yamiz. İşlarga utuq barakat tilaymiz Mo'minjon Abdukim. Rahmat. Ahırda her bir televizyon ekranı aldığındaki arkadaşlarımız etrafımızı qarab ketim. Bu yalnız bizning etrafımızda emas. Sizning uyimizning etrafida her bir yerde mana shunday ehtiyojlar bor. Shunga hammalar etrafimizga qarab boqaylik. Rahmat. Xayr.
İctimai mas'uliyat tuyg'usi har soha, har kasb, har bir insonda javlon qilish kerak. Tijorat, san'at va ma'rifat sohasiga vakil bo'lib sahnimizga kelgan Mo'minjon Abdukim olqishimizga munosib. Uning ijtimoiy rayonda o'z majburiyatini haslab ado qilayotgan jafokashlardan xabar berib, yaşanğanlarga ko'ngil bo'lish va kuyinish tashabbusi bilan Sherinch sahnasiga bosgan qadamiga so'yinish bilan nazar tashlaymiz. Uning tashabbusini olqishlash va qo'llash bilan madad beramiz. İnsan uchun sharaf hisoblanadigan mas'uliyat tuyg'umiz bilan mehr-muhabbat zanjiri barpo qilamiz. Mehrlik naqshingiz va muhabbatlik tashabbusingizga tashakkur Mo'minjon. Shirin tushlar reallikqa aylang'usi. Ekran oldidagi va shohlar naq maydondagi ko'rman do'stlar. Biz navbatda Ixlos Sherinch programmamizning talayli ko'rinini tanlab chiqmoqchi. Qani diqqatinglar ekranimizda bo'lsin. Cho'ng ekran aylansin. To'xtsin. Talayli ko'rinimizning telefon nomeri bo'lsa 151 99 Sherinch 53 73. Muborak bo'lsin. Bu talayli ko'rinimiz bo'lsa Şinjan Mujassam elektron chek shirkati ta'minlagan Mujassam markasidagi 680 yuanlik to'r televiziya qutisi bilan mukofotlaymiz. Muborak bo'lsin. Ikkinchi qatim cho'ng ekran aylansin. To'xtsin. Talayli ko'rmamizning telefon nomeri bo'lsa 152 99 Sherinch 90 54. Muborak bo'lsin. Bu talayli ko'rmani bo'lsa Şinjan Muallim elektron fan texnik shirkati bozorga solgan 795 yuanlik aqliy fon bilan mukofotlaydi. Muborak bo'lsin. Ko'rayotganinglar Şinjan televiziya stansiyasi bilan Urumchi Alli madaniyat xalq e'lon chek shirkati birlashib ishlagan Ixlos Sherinch programmasi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar va ekran oldidagi ko'rman qarindoshlar. O'zim Aqsu Ushturpan diyaridan keyin Ibrohimjon bilaman. Kasbim hamda hozir o'quvchi san'at institutida ta'mir kasbida o'qiyapman. Bu yil 7-yilda o'qish bitirman. İbrahimjon, qanday arzu bilan keldingiz? Til o'rgansam degan orzuyim bor. 3 xil til bilgan odam balki nurg'un ishlar qila oladi deb o'ylayman o'zimcha. Demak, til o'rganish orzuyingiz bor. Undaqda bizning aziz mehmonlarimiz, korxonchilarimiz bu yigitning orzusiga qanday qaraydi ekan? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Asli tilni o'rganmadingiz, yaxshi ish. Lekin siz hozir universitetni bitirib tursiz emas, mana 4 yil o'qibsiz kemida. Bunda olgandan keyin asli qoidada 4 yil o'qigan odam o'qish jarayonini kasbiy bilan egallashdan birga cho'qim bir til egallab bo'lish kerak. Hech bo'lmaganda bir bizning hojatini chiqardik darajada. Demak, sizning bu orzungiz asli o'zingiz o'qish bitirib bo'g'icha o'rlab bo'lsangiz bo'ldigan diye. Shunga ma arzuni to'g'ri o'ylashib bo'ldi. Ikkinchidan birisi siz bu yerda bir men ana san'atkor bo'lsam deb ekansiz. Men chiqib bu orzu tilga o'zgarib ketdi ya. Bu qanday bir bag'imlishi va ya xatarlashib qoldingmi? Ya endi mening haqiqatan bir yaxshi san'atkor bo'lg'im bor. Endi san'atni o'z yo'lida mangda cho'qim men o'zim ishlamoqchi men kasbni yaxshi egallagandan sirt til o'rganmoqchi shunaqmi? Endi sizning til o'rganish orzungiz bek yaxshi orzu ekan. Til o'rganishda siz o'rganayversangiz bo'ladi. Sizda hozir nima qiyinchilik bor? O'zim bir dehqon oilasidan kelib chiqqancha, ikki ocham bilan men tang oliy maktabga borgan. Uchimiz tang bir o'qish jarayonida opam dadam shunda javob berdi. Haqiqatan endi 3 bolani bir dehqon oilasidan birli vaqtda 3 yilda o'qitish haqiqatan tez. Shunga yig'ib aytganda, iqtisodiy jihatdan oylik besimsog'ingiz yo'q. Maktabda ingliz tili yoki boshqa chet el tili dars o'tamdi, o'tmamdi? Maktabda endi xanzuzcha dars o'tdi. Bo'ldi. Sizga bir ikki qiz yurashimda yo'qkan. Bir dehqon oilasi deb nurg'ulg'an dehqon oilasi deydi, lekin dehqonlarning ichidami bizningki nurg'ulg'an irodasi intayin kuchli, o'zining qon tari bilan bolalarni o'qitadigan, boshqalarning oldida bolalaring chiroyini saqlatmay tirishayotgan dehqonlarimiz oz emas. Dehqonlarga bo'lgan hurmatimiz intayin cho'nqur. Bizmi dehqon, hammamizningki oti bo'larimiz dehqon. Hem demakchi o'g'lim bu yerda dadamizniki dehqon ekanligidan dadamizga qiyinchilik samay o'qitishni iborat bir narsa o'ylaganligini suyundik. Biroq
dadangizninki deham bo'lib qolganligi sabab bilan siz til o'qiganmadim desangiz bu Bu yaxshi sebep fikir emas. neticelik münasebet qilishga bo'lmaydi demek. Bo'lmaydi. Endi siz masalan da oliy maktab 1-yilga kirdingiz. Agar siz tirishqanli bo'lgan bo'lsangiz, hozirga qadar tilni o'rganib qoladingiz. Mana men Urumchiga chiqqan vaqtimda 2003-yili menmi ota-onamning intayin ig'ir qiyinchilik qilganligini men bilib turib mishaga chiqib, lekin tirishib aqida bir ingliz tilidan iborat bir tilni yaxshi o'rganib chiqdim. Hatto Malayziyaga chiqib o'qish kursiga erishdim. Ham demakchi bo'lgan narsa nima deganda, sizningki o'zingizning irodasi 3-4 yil jarayonida balkim kasbak bilib ketdingizmi yoki nima sabab bo'ldi? Toza ini qo'ymay qolibdi. Hamda ikkinchi bo'lgan masala nima deganda, mushu ikraldagi nurg'ulg'an televideniylar suvaballar bor. Bu televideniyga uncha ko'p mablag' ketmaydi. Tor orqali o'rgangili bo'ldi, har xilgan medialardan foydalanib o'rgangili bo'ldi, maktablarga o'rgangili bo'ldi. Sizni agar qiyinchilik bo'lib qolsa, men 1 yil desangiz 1 yil, 2 yil desangiz 2 yil o'qitay. Lekin yaxshi o'qishingiz shart. Bulamda. Bo'ldi. Rahmat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sizning til o'rganish, bilim olish, shu jihatlarda tarbiyalanish shunda orzu istingiz bor ekan. Lekin qo'lingizda isil bir hunaringiz bor ekan. Meningcha olsa Ablat adash. Bu balamo sizlik shu pulni tilib o'qiy oladi. Chunki qo'lida hunar bor ekan. To'g'rimi gapim? Shu hunaringizdan foydalanib iqtisodiy kirim qila olaysan millatda. Hozir ko'plagan tiz tomoqxonalarimiz muzikani kunduzdalikqa tushlik, yovuz kechlik 1 soat lirik yengil muzik chaldiradigan yer ko'payib ketdi. Ashunda ayaga berib hunarini ish qilsa, shu yerdan topgan pulni intilg'ab birib xajlab shu bilimni elevasi bo'ladi demoqchiman. O'z kuchiga tayanqili bo'ladi, imkoniyati bor demoqchi, ha? Ha, to'g'ri. Chunki o'zi yosh, qo'lda hunar bor. Xizmat izlab vaqtingizmi o'yinim? Darsdan sirtqi vaqtlarda ishlaydigan. Xizmat izladim. Endi men o'yliklarga javob olmayman deb. To'liq o'tir texnikum bitgandan keyin juhtuch o'rinlarda ishlagandim. Haqiqatan endi 1 yildan ko'proq vaqt ishladim. Shu joyda topgan pullarimni yig'ib qo'yib, yana o'rlab o'qidim hamda o'yliklarni eg'richilik samay. Hozir tambur kasbda o'qiyapsiz, xeyli obdan chaldi deb o'ylaymiz. Shunda bo'lganda kasbingizga munosabatli xizmat izlab vaqtingizmi? Kasb munosabatli xizmatni izlab vaqtingizmi? Akangiz shunda yaxshi yo'l ko'rsatdi. Agar shunda imkoniyat bo'lib qolsa, kasbingizga munosabatli darsni sirt qiladigan xizmat topa olsangiz, agar shunda bo'lib qolsa, u chaqda siz o'zingiz o'z kuchingizga tayinib shu pulni tepib, o'z kuchingizga tayinib topgan pulingiz bilan o'zingiz arzu qilgan ishlarni qila olasiz. To'g'ri. Bo'lamdi? Biz bugun Ablat muallim sizni o'qitish to'g'risida kapolatlik qildi. Akangiz sizga texmi yaxshi bo'lgan bir yo'lni tepib berdi. Hayratlik bo'ling, ha? Ma Yevropani misolga olsak, qarang. Bunday ish bo'ldi. Mush yoshlar egilik tiklashni universitetdan burun boshlaydi, universitetdan boshlab. Qanday qildi desangiz, har bir ta'tilda cho'qim bir kasbni tutib turib o'rganishga boshlaydi, ishlaydi. Bir oy jarayonida bir odam ma'lum bir kasbni ishlab, ma'lum bir ideyaga, ma'lum bir yangilikni qabul qilib oldi. Qishninkini siz 4 ta'tilda 4 kasb almashtirib oldingiz, qo'lingiz kuni bilan 5 hunar bo'ldi. 5 hunardan hozirgi holatda siz boshqalarga men o'qig'im bor deganni deyishdan burun material va hozir maxsus internetdan siritmi plastinkalarni sotadi, quloqqa shu anglag'ishni saptirib anglab o'rganib olamiz. Davr taraqqiy qilib, mush davrga kelganda yana biz qo'pab ishchimizda o't yo'q. Miyaga chiqib, men o'qig'im bor degan gapni qilaversak, boshqalar tuvandik anglaydigan neyni aqli iqtidor, nihoyat yaxshi tafakkur, yaxshi odamlar miyaga chiqqanlarni bu bal nim bo'lganda bir yeri kamtikmi deb qolmasin. Shu sababdan siz mush 4 kasb bilan qo'lingiz 5 kasbdan ishni birini tanlab olgan bo'lsangiz, 5 kasblik odam bo'lasiz. Ma'lum bir korxonaga kirib ishlang yoki ma'lum bir yerga kirib ishlang yoki keyincha iqtisodiy ahvolingiz yaxshilab Yevropaga kirib ishlang. Hech kimning oldida talmirish, yalvurish bo'lmaydi. Xotirjam ishlab o'z yerimizni boqamiz. Boshqalarning oldida xijilgan bo'lmaydi. Rahmat. Balkim Qamariddin akangizning gapi sal qo'poldak anglangan bo'lishi mumkin, lekin Qamariddin akangiz va Mishat o'tagan barliq korxonachilar o'z kuchiga tayinib bek jafoat egilik tiklaganchu, shunga bilan jafoat atsa, tirishsa, natija chiqadiganligi bek ishinadi. Shunga siznimi g'ayratlikrak bo'lsin, jur'atlik bo'lsin demoqchi fikrim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bizning malda Abdukerimda bir akamiz bo'lgan, u odam 38 yoshidan boshlab har kuni atiganda 1 soatdan shu o'zligidan o'rganish orqali 5 yilning ichida 7 xil til o'rganib olgan.
Men ishinaman, sizning atdiganda 1 soat vaqtingizni chiqarib, ash o'rganishingiz sizning ma orzuyingizni o'zingizning amalga oshirishingizga yo'l ish beradi deb o'ylayman. Qolgan vaqtda ota-onangiz yordamchisiz, yoki boshqa kasb o'rganamsiz, sizning vaqtingiz kam tashlaydi. Sizning orzularingizni yetishingizni tilakdoshman. Rahmat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sizning til o'rganish orzuyingiz bu yaxshi orzu ekan. Hamda biz kichik vaqtlarimizda cho'ng bo'lsak, olim bo'lamiz, andaq bo'lamiz deydigan nurg'un orzular bo'lgan. Bu arzularning aqsida buning jafoliq ajr singdirish jarayoni ketadi. Hamda Zubayatning Karxanchi ustozlarmi deb o'tdi. Qolgan ko'p gapni mening degim yo'q. Buning oxirisida yana o'zingizning tirishchiligi zarur deb o'ylayman. Hamda shu orzuyingizning aqsiga navoda. Men bu til o'rganish jihatda buning bir yaxshi usulini topolmadim. Şunu bana aşağıdan bir tecrübe sözler perdiğim bir ustazlı boğan boğaz, bana bir tecrübe sözler perse, ben şu bir öğrengen boğsam, diyen boğsanız, bu arzuyunuz tekimi bir mükemmelleşken buldu deyip oylayman. Hem de benim ahir deyip koyduğum, hem de bu arzuyunuz bu içe, benim hem de sizge bir ilham belgim geldi, rağbet belgim geldi, hem de kalğanı yüzünüz tırışsız. Aralıkta bir demağa vaxtınızda yaşam vaqt çıkarsınız, siz kitapxonaga berib baxtınızı berib baxtınızı uqmayman. Kitapxonalarni aralab baxtınızı bilmayman. İkimiz birlikte bir kitapxonalarga berib joylaylik. Navoda siz til o'rganish jihatda, ma kitap menga yaxshi bir bo'ldi ekan, men mo'shundan foydalansam bo'lgan desangiz, men shu kitaplarni sizga elib sovg'a qilay. Rahmat. Ko'p rahmat. Undaqda inim sizga utuq tilayman. Undaqda tush markazimizga marhamat. 3, 2, 1. Hoş karxanchilar. 80 numar shunday qo'yganda sizning oxirida erishgan biletingiz kam 164 biletga erishdingiz. Ahamiyatli orzu egisini tanlash o'tkazib o'tmadingiz, lekin menimcha siz bugun mo'l-usulliq bir mahir deb qarayman. Rahmat. Bugun shungizga utuq tilayman, kam bo'ldi. O'rganish muvaffaqiyatning manbasi. O'rganishning muqim qelipi bo'lmaydi. Har kim o'zi yaxshi ko'radigan shaklda, o'z mijoziga uyg'un holatda o'rganadi. O'rganishning muqim maydoni bo'lmaydi. Har kim o'ziga nisb bo'lgan makonda, o'z tug'ilgan zamonda o'rganadi. Shu ma'nodan aytganda, she'ring sahnasimi bir xil o'rganish maydoni yoki bir turli ilmdir. Biz til o'rganish, til orqali dilini yo'ritish Asmedin, ağzımız huzur, bulgan bulsam, peşimiz dümen. Kandırma asmedin, ağzımız huzur, bulgan bulsam, peşimiz dümen. Assalomu alaykum aziz qondoshlar, hammalarga Gulmonaysdan kelgan Olimjon Mahmudning o'tliq salom. Olimjon,
Münasibətsiz olsun bir gapni deb qo'yishni loyiq topdim fikam. Bayaqı naqshingizdagi mo'ringizni ishtiramadim degan gap aslida murdingizni ushlay olmadim degan gap. Jimi? Xato ishlatilib qolsam, ma'nosi o'zgarib ketib qolmasin deyman. Hadilacha eskartish, ha? Bo'ldi, unda sizning orzuyingiz bilan tanishib baqaylik. Mening orzuyim mening orzuyim men gumnaysınço. Ama şu nayemde psikolojiya to'g'risida bir medal leksiya o'rlashtirib bergan bo'lsin. Bo'zunning ko'p bo'lsin bo'ldi. Endi men o'zim o'rlashtiray degan, lekin men o'quvchi bo'lgandan keyin sal iqtisodiyat qiynalib qoldim. Siz o'quvchi edingiz, qaysi maktabda o'qiysiz? San'at institutining 3-qirollik muqim mehnat tadqiqot kasbida o'qiyman. Bu munoyisda o'zingizning yurtingizda bir leksiya o'rinlashtirish. Yani bundak dişimlik sebep bizning nayimizda balalarni o'qitmaslik sababi bek jiqchu hamda asosiy. Balalarni o'qitmaslik deganingiz majburiyat ma'rifini o'tab ketib bo'lgandan keyin o'qitmaydi. Masalanki hozir mo'yliqi Janubiy Shinjongniki to'liq o'tir ma'rifini haqsiz qilib emas hukumat. Lekin ashta bo'lsa-mu amallarni qilib balasini ag'artib bo'lsin majburiy. Doktorxonadan shu yilqi ag'ariq isbot yozib chiqib berib bo'lsin, balasini o'qitmaydigan ashta ishlar bor. Hem o'qiyotgan balalarni tirishmayotdi. Shu hamda shu psixologiya to'g'risida shay bir leksiya so'zlab bersa, ashlardan masalan vizidan olgan bo'lsa, vizidan birsi shu ideyaga mansa tirish ideyasiga yoki balasini o'qisa yoki yaxshi o'qisa, men shundan xush. Rahmat. Psixologik bir leksiya bo'lsa, ko'pchilikni bir yetaklasa ideyasini demakchi, ha? Bu jihatda balkim Ablat muallim yordam qila olishi mumkin sizga. Sizningki gapingizga asosan men bir ozroq to'liqlab bersam mumkin. Bizning burun hamda men qisqalamda burunlarda hamda dehqonchilik bilan asosiyatdan ko'p shug'ullandik. Shu davrlarda o'qishninki hamda haqiqiy ahamiyatini biladiganlar hozir qaraganda ozroq tundi. Shuning bilan birga dehqonchilik bilan shug'ullanganlar ko'pdi. Hamda oilalarda ota-onalar bolalarini yenda turib, hunar o'rganishga yoki dehqonchilik qilishga ko'pincha ota-onalar yeniga tortadi. Hamda davlat taraqqiy qildi yaqin 10 yildan buyon intayin iqtisod tez darajada taraqqiy qilishga o'qishninki ilm fanimiz zamonalashib shu bag'vonchilikninki dehqonchilikning zamonalashib qarab yuzlanganligini his qilib nurg'ulg'a ota-onalar bolalarini o'qitishga da'vat qilyapti. Ham hukumatmi chaqiriq qilyapti o'qishga. Hamda agar xohlasangiz men Xotanda maktab ochdim. Men o'zim davlatlik kichkina darajada psixolog maslahatchisi, agar xohlasangiz men berib, shu yerda bir maydon emas, bir qancha maydon leksiya so'zlab berishga marozi. Bo'ldi, rahmat. Rahmat. Ablat muallim Radibadi, demak siz yurtingizda bir qitim emas, bir qancha maydon leksiya o'rinlashtira oladigan bo'ldingiz. Haqsiz-ku Ablat, ha? Haqsiz, ha. Sizningki bolalarni o'qishga undash ro'yingizdan shunchalik suyundik. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bu tashabbusingiz intan yaxshi bo'ldi. Hozir hamda shu psixik maslahat berish, psixik to'g'risida leksiya so'zlash ahvollari yaxshi elib berilyapti. Hamda bizningki garchi bizning doktorxona ham sizningki avvaliq ma'rif to'g'risidagi psixik jihatdagi masalaga qarata yordam beramiz-ku. Bizningki men deb qistirib o'tmoqchi hozir. Bizningki Kucha, Aqsu, Qashqa, Yakan, Xotan Urumchidan boshqa yana 5 o'rinda tarmoq doktorxonalarimiz bor. Bizningki oldingi yili bizning doktorxonalarning yezlariga tushib, bu sog'lomlik to'g'risida so'zlagan leksiyalarimiz 100 maydondan oshdi. Buning qatnashgan odamning soni hatto 20 ming odamdan ortiq endi. Demak biz yezlarga tushib kent-kentlarda shunday sog'lomlik to'g'risida leksiya so'zlayapmiz. Hamda gumumo bizningki shu doiraga tava bo'ldi. Bizningki Xotan tarmoq doktorxonamizdagi bizningki mutaxassislar bizdami psixik jihatdan masalan berilgan mutaxassislar intayin ko'p. Davlatlik ikkinchi darajalik psixik mutaxassislarimiz bizning 10 tisi bor. Demak, shu mutaxassislarimiz tuanga tushib sog'lomlik jihatdan maslahat berish, shu ahvol bilan biz davomli yana sizlarga yordam bersak bo'ladi. Rahmat. Rahmat. Arzuyingiz amalga oshdi. Oshdi. Arzuyingiz reallik aylandi, ya. Biz shunday xush bo'lyapmiz. Men xush bo'ldim. Shirin tushingiz reallik aylandi, muborak bo'lsin. Tush markaziga marhamat. 3, 2, 1.
Karxanchilar. Vaa, to'liq numurga erishdingiz-ku. Shundaq bo'lganda, eng oxirida erishgan bilet soningiz 272. Muborak bo'lsin. Ahmet Arzuyegisini tanlash o'tkilimizga muvaffaqiyatlik qadam qo'ya oladigan bo'ldingiz. Muborak bo'lsin, ukam. Rahmat, amallar. Ma'rifga ko'ngil bo'lish, avlodlar tarbiyasini nazorat qilish butkul jamiyatning majburiyati. Ma'rifga to'kib qo'shish amaliyotda kelgusiga silingan mablag'dan iborat. Birdamlik manfaat uchun farzandlarini o'qishdan voz kechizayotgan, mundaqcha aytganda, avlodlarning kelgusiga chang silayotgan qisman kishilarga Olimjon Mahmud va programma guruhi nomidan shundaq deymizki, kelgusi avlodlarga mansub. Farzandlar o'qish kerak. Bolalarni o'qitish ota-onaning bosh tortib bo'lmaydigan burchi. Har qanday bahona sabab ma'rifga, shundaqla kelgusiga to'sqin bo'lmasligi kerak. Himmatingiz va g'ayratingizga rahmat, Olimjon. Zaman sizdek yoshlarga muhtoj. Şinjan televiziya stansiyasi bilan Urumchi Longbo madaniyat tarqitish e'lon cheklik sherikda birlikda ishlagan Ixlos she'rin tush programmasining tunji soni 2015-yil 3-oyning 5-kuni payshanba 6 vaqtda Şinjan televiziya stansiyasining axborot universal kanalida ko'rsatildi. Programmamiz rasmiy qo'yilgandan tortib hozirgacha bo'lgan 6 oy davomida jami 23 son programma ko'rmanlarning huzuriga sunildi. Programmamizga qatnashgan mahirlarning soni 114 nafarga yetdi. Programmamiz kutib olgan mahirlar jamiyatning har soha, har qaysi qatlamlaridan kelgan bo'lib, o'xshamagan nuqta, o'xshamagan qarash va o'xshash bo'lmagan maydoni bilan xilma-xil orzularni o'ttirib qo'ydi. Ko'rman do'stlar, tunji fasllik ahmiyatlik arzu egisini tanlash bosqichiga kirgan mayirlar ishidan o'zi yaxshi ko'rgan, o'zini ta'sirlantirgan she'rin tush mayirini tanlab, Yanfon, Tor va Undidar salon orqali bilet tashlab qo'llaydiganligini bildirsa bo'ladi. Bilet tashlash qatnashgan ko'rmanlar program guruhimiz ta'minlaydigan isil sovg'atlardan mahrum bo'la oladi. Yanfonda qisqa uchur orqali bilet tashlash usuli mundaq. O'zini ta'sirlantirgan mayirning rad nomerining oldiga 11 ni qo'shib 106 266 19 ga uchur yo'lisi bo'ladi. Tor orqali bilet tashlash usuli bo'lsa, ko'rman do'stlar www.chekit.com to'riga chiqib, o'zini ta'sirlantirgan mayirni tanlagandan keyin bir bilet tashlay oladi. Undidar saloniga bilet tashlash usuli mundaq. Ko'rman do'stlar, Yanfondagi Undidar orqali ekranda ko'rsatilgan ishkilik kodni skanerlash yoki salon nomini kirgizish orqali she'rin tush programmasining organ salonini qo'shib olgandan keyin o'zini ta'sirlantirgan mayirga bir bilet tashlay oladi. She'rin tush programmasi mayir qabul qiladi, albatta tizim shaxsiz. Programmamiz qatnashib qoladigan do'stlar, ekranda ko'rsatilgan she'rin tush qiziq ximiyasiga telefon qilib va yoki www.chekit.com to'riga chiqib tizimlasa bo'ladi. Texnik tavsiya usullarini bilmoqchi bo'lsangiz, Nova to'riga chiqib ko'rib oling va yoki she'rin tush programmasining organ salonini qo'shib oling. Biz Ixlos she'rin tush programmamizning alayda qo'llagan Şinjan Ixlos kasbiy taraqqiyot cheklik sheriktiga va shunaqla Ixlos she'rin tush programmamizni alayda talab qilgan Şinjan Sabilar kasbiy taraqqiyot cheklik sheriktiga alayda tashakkurimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga. Ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar va shohlar naq maydondagi tomoshabin do'stlar, Ixlos she'rin tush programmamizning bu sondagi rangdar mazmunlar mushada oxirlashdi. Texma rangdar, texma o'zgacha mazmunlar har payshanba kuni soat 8:40 o'tganda huzuringlarda bo'ladi.